Ey Xoris, o'g'lim bu yoqqa kel. Zamzam qudug'ini kovlaymiz. Quraysh ahli, bu yoqqa keling. Nimalar bo'layotganini ko'ring. Hoy Quraysh! Ha Mughira! Mughira! Nima gap? Abdulmuttalib ibn Hoshim Safo va Marvaning o'rtasida quduq kavlayapti. Ka'baning yonida, qurbonlikka atalgan jonivorlarni so'yadigan joyimizning yonida. Abdulmuttalib bu quduqni kovlashiga yo'l qo'ymaymiz. Tezroq boraylik. To'xta! To'xta! Xo'sh, nima deysiz? Qurbonlik qilinadigan joyda quduq kavlashingga yo'l qo'ymaymiz. Bu yerda marosim o'tkazamiz axir. Xudo haqqi bu yerda quduq kovlayman. Ilgari bu yerda quduq bo'lganini, uni ko'mib tashlashganini ko'rmayapsizmi? Xoris ularni hayda. Xo'p ota. Yo'q, Men uning aytganini bajaraman. Shunday ekan, buyurilgan ishni qilishimga xalaqit bermanglar. Bunga yo'l qo'ymaymiz. Bu yerda qurbonlik keltiramiz. O'g'lingni to'xtat. Kel tinchlik bilan hal qilaylik. Iltimos sendan. Yo Parvardigor, bu nima? nima bu? Yo tavba! Balki ishkaning rostdir. Balki rostdan ham suv bordir. Yo'q, bu xazina. Bu Jurhum qabilasining xazinasi. Ularni Makkadan haydashganida ikkita oltin ohu, tilla qilichlar va qalqonlarni qoldirishgan. Barchasi oltindan yasalgan. Bu senga ham, bizga ham yetadi. Ilohiy ovozning amri bilan qazigan qudug'imdan topilganlarga sherik bo'lishga nima haqqingiz bor? Bular faqat seniki emas. Biz ham ulush olishga haqlimiz. Hoy Qurayshiylar! Sizlar qadrdon qabilamsiz. Ammo Hoshimiylarni chaqirsam, kelib, mendan nimanidir tortib olishingizga ular yo'l qo'yishmaydi. Otam bu joyning hukmdori. Endi bu yerdan ketinglar. Bu yog'i yana ham yaxshiroq bo'ladi. Suvni topaman, keyin bu xazinani Ka'baga qo'yamiz. Xazina kimga tegishli bo'lsa, o'sha oladi. Gap tamom. Qanday bo'lishamiz? Qur'a tashlaymiz. 2 ulush menga, 2 ulush sizga, 2 ulush Ka'baga. Abdulmuttalib, aqlli odamsan-da. Biz rozimiz. Zamzamini kovlayver. Ay chiqdi. Qurayshiylar, bu Zamzam-ku. Ismoil otamiz va Hojar onamgorning qudrati bilan hech qachon qurimaydigan